Inson aqlini yengish uchun til shart emas. Ba'zi hayvonlar ayrim vazifalarda bizdan ham aqlli ishlaydi. Shimpanze oddiy tayoqni qurolga aylantirib, termit ini ichidan o'ljani chiqarib oladi. Eng hayratlanarli tomoni, u ba'zan bitta emas, ketma-ket ishlatiladigan bir nechta asbobni ham tayyorlaydi. Bonobo keyin kerak bo'ladigan asbobni oldindan tanlab olib yurib, keyin ishlatishi mumkin. Ya'ni u hozirgi lahza bilan cheklanmaydi, kelajakni ham hisoblaydi. Orangutan asbobni ishlatib bo'lgach, uni yo'qotib qo'ymaslik uchun keyin yana kerak bo'ladi deb xavfsiz joyga ilib qo'yishi kuzatilgan. Bu oddiy ehtiyotkorlik emas, aniq reja. Fil oynaga qarab, tanasidagi belgini ko'rib, uni o'zida tekshirishga uringani bilan mashhur, o'zini tanish sinovidan o'ta olgan. Bu daraja odatda faqat eng murakkab ongli turlarda uchraydi. Afrika kulrang to'tiqushi rang, shakl va miqdorni farqlab, bir xil, boshqa xil tushunchasini ham ajrata olgani tajribalarda ko'rsatilgan. Ya'ni u shunchaki takrorlamaydi, ma'noni tutadi. Cho'chqalar joystik bilan ekrandagi kursorni boshqarib, maqsadga urish vazifasini o'rganib olgani tajribada qayd etilgan. Bu oddiy hayvon emasligini isbotlaydigan darajadagi o'rganish. Laboratoriya tajribalarida kalamush bilmayapman holatini sezganda tanlovdan voz kechib, kichikroq mukofotni olishni tanlay olgani ko'rsatilgan. Bu o'z bilimini baholashga o'xshash juda kam uchraydigan qobiliyat. Ko'ryapsizmi? Ba'zi hayvonlar ayrim vazifalarda insonni ham hayratda qoldiradigan darajada aqlli ishlaydi. Qo'shimcha materiallar va kengaytirilgan izohlar faqat Telegram kanalimizda.